Hammaga assalomu alaykum. Bahor Gullari kompaniyasining YouTube sahifasiga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlarga Bahor Gullari kompaniyasining sahna ortidagi bo'ladigan ish jarayonlarini tanishtirib o'tmoqchimiz. Hozir biz pitomnikdamiz. Chirchiqda joylashgan 40 gektarlik maydonni sizlarga to'liq obzor qilib beramiz. Obzor qilib berishga o'tishdan oldin men yonda turgan Rudolf akani sizlarga tanishtirib o'tsam, Rudolf aka bizlar ish boshqaruvchi hisoblanadilar va bizga to'liqroq ma'lumot haqida bu yerda gapirib beradilar. Keling, birinchi bu joy hali yaratilishidan paytidagi ilk qadamlar nimadan boshlangan? Rudolf aka shu haqida aytib bersangiz. Men bilaman 2016-yilda bu yerga kelganmiz va ishlarni boshlaganmiz. Nimalardan boshlangan, qanaqa ishlar qilingan? Shunaqa. Bu joyga katta mehnat, ko'p odamlarning mehnati singan joy hisoblanadi. Birinchi 2016-yilda ushbu joy endi olinganda juda tashlandiq joy bo'lgan. Zo'rg'a o'simliklar o'sib kelayotgan, turpoqlari juda ham toshli, suv masalalari juda ham qiyin joy bo'lgan. Va bu yerga o'sha obodonlashtirish va ushbu joyni pitomnikka yaratish ilk qadamlari 2016-yilda qo'yilgan. Va ushbu pitomnik yaratilishda biz Yevropa standartiga moslab yaratganmiz. To'g'rimi? Shunaqa. Sababi ota-onamning o'zlari Yevropaga asoschilari ota-ona hisoblanadi va Yevropaga borishganda chet elliga pitomnikdan ko'rib niyat qilishgan O'zbekistonda ham xuddi shu pitomnikni yaratamiz deb. Va shu pitomnikka xudo xolisa hozir kelgan darajasiga sizlarga ko'rsatamiz, o'zingizlar fikringizni bildirasizlar. Tarix haqida ozgina yana to'xtalsak, bu joy tarixi o'zi juda ham uzun, bilasiz. Oddiy misol, orqamizda turgan Majnuntol bor. Birinchi marta 2016-yil mana shu ekilingan, agar esingizda bo'lsa. Hozir katta soyabon vazifasini bajarib, kichkina ko'chatdan shu katta bir daraxtga aylangan. Tarix haqida yana yuzlansak, nimalarni aytib bera olasiz bu joy haqida? Xo'p, bu joyga avvalgidek aytib o'tganimdek, juda ko'p odamlarning mehnati singan. Birinchi masjidga kelishganda juda toshli joy bo'lgan. Juda ham tosh ko'p bo'lgan, sababi Chirchiq daryosining yoni hisoblanadi. Har doim daryolarning yoni bo'lgan turpoqlarda toshlar juda ham ko'p bo'ladi. Va shu toshlarni olib tashlash maqsadida faqatgina fiziki shu toshlarni olib tashlashdan boshqa imkoni bo'lmagan. Shuning uchun yerlarni traktor yordamida haydashgan va toshlarni qo'l yordamida terib chiqishgan 16 gektar maydonda. Tasavvur qilish mumkin, bu qanchalik ish bajarilgan va qancha odam mehnati singan. Bu faqatgina toshlarni olib tashlash. Keyin yerlarni tayyorlashni boshlashgan, yerlarni tekislashni boshlashgan. Undan keyin yerlarni tekislab bo'lishgandan so'ng, ya'ni ekishga tayyor qilib bo'lishgandan so'ng yo'llarni barpo qilishni boshlashgan. Hammamiz bilamiz, mana shu ishlab chiqarish joyida albatta yo'l bo'lmasa bo'lmaydi. Texnikalar yurishi kerak, odamlar, ishchilar yurishi kerak. Shuning uchun yo'llarni tekislab, maxsus yo'llarni barpo qilishgan ushbu hududimizda. To'g'ri. Palif ishlariga nima deysiz? Endi palif ishlari ham palif ishlari o'zi alohida to'xtalib o'tish kerak bunga. Sababi eng birinchi e'tibor qaratish zarur bo'lgan narsa bu butun hudud bo'ylab tomchilatib sug'orish tizimi yo'lga tushirilgan. Tomchilatib sug'orish juda ham ekonomichniy, ya'ni suvni iqtisod qiladigan, avtomatlashtirilgan tizim hisoblanadi. Bu sug'orish tizimini barpo qilishda ham juda ham ko'p mehnat qilingan. Ya'ni magistral trubalar qo'yilgan, yerga ko'milgan, undan har xil o'sha har bir qatorga suv beradigan qo'shimcha tarmoqlar ulangan va tomchilatib sug'orish tizimlari ishga solingan. Bu ham juda katta mehnat. Yana bitta narsa haqida gapirsak, odamlarga ko'plarga qiziq bo'ladi. Birinchi biz bu yerga kelganda ограждение sifatida yer maydonini bizanikini o'rab olish maqsadida biz devorni o'rniga
o'simlikdan foydalanganmiz. Buni videoda ham ko'rsatsa bo'ladi. Можжевельник o'simliklarini devor sifatida ограждение qilib chiqqanmiz. Har bitta kartalarimiz shunaqa bo'lib chiqilgan. Bu ham juda katta mehnat, bu ham haligacha misol uchun men ko'proq vaqt bu hududda bo'laman-ku, kelgan mehmonlarning hammasi voy bu trimi, bu o'simlikdan qilinganmi, juda zo'r qilingan ekan deb haligacha hayratda qolishadi. Daraxt bu bizda можжевельник qilingani, chetdagi ограждениялар qilingani bu bizning fishkamiz degan bo'ladi. Odamlar bitta tushunadi, ichkarida qanaqa o'simlikka doir nimadir ishlar ketyapti deb. Yaxshi, tarix bo'yicha orada video davomida yana gaplashib ketaveramiz. Men hozir 2016-yilda bo'lgan hodisalar, ishlar haqida to'liq bilolmaganim uchun ham yonimda Rudolf aka yordam berib turibdilar. Sababi ish jarayonlarida qatnashganlar. 2016-yil men 13 yosh, 14 yoshli bola bo'lgan ekanman. 12 yosh. Shunga men u payt xabarim yo'q edi bu qilayotgan ishlar haqida. Shuning uchun Rudolf aka bizga tanishtirib o'tyaptilar. Endi esa hozirgi holatdan kelib chiqib gaplashursak ham bo'ladi. Nima deysiz? Hozirgi obzorlarni qilib bersak, men aytdim video gap borasida Italiya standarti bilan birga bir pitomnik yaratganmiz. Endi shuni isbot tariqasida odamlarga ko'rsatsak, kuzatuvchilarga. Ishlarni natijasini ko'rsanglar bo'ladi. Video davom etamiz. Hozirgi ushbu hududimizda biz lavandoviy polyani reja qilganmiz. Lavandoviy polya deganda Rudolf aka men o'ylashimcha tushundilar nima haqida gapirayotganimni. Shvetsariyadagi shunaqa katta, Italiyada, Yevropada lavandoviy polyalar bor. Buni rasmlarini biz hozir chiqaramiz, video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Aynan xuddi shunaqa joylarni biz mana shu hududimizga reja qo'yamiz. Bu yerda hozir ayollarimiz, erkaklarimiz harakat qilib, mehnat qilib, kelajakda 2 yildan keyin bo'ladigan go'zallik uchun harakat qilishyapti, to'g'rimi? Shunaqa. Ozgina qilayotgan ishlar haqida ham aytib bersangiz. Endi lavanda maydonini barpo qilishdan asosiy maqsad, to'g'ri, bizga g'oya bergansan, o'zing g'oya bergansan bizga. Ya'ni odamlar bizning pitomnikimizga kelganda xuddi Yevropadagidek bo'lib qolishgandek tasavvurga ega bo'lishlari kerak. Ya'ni dalaga kirib, mana shu lavanda gullab turgan lavanda butalarini orasida rasmlarga tushib ketishadi. Chet elda ham albatta pikniklar uyushtirib, turli xil o'sha ekoturizm deydi-ku, ekoturizm yo'nalishida bitta qadamimizdan bittasi desak ham bo'ladi. Shunaqa. Pitomnik bu faqat ishlab chiqarish haqida emas, pitomnik bu odamlar kelib aylanib dam olib ketadigan joy ham desa bo'ladi. Maqsadimiz pitomnikka faqat bu o'simliklarni o'stirib pul qilish emas, ya'ni odamlar kelib aylanib dam olib ketishi uchun ham biz pitomnikka shunga reja ham qo'yamiz kelajakda. Aytganlaridek ekoturizmni rivojlantirish uchun. Ishlab chiqarish zonamizda 700 xil navdan ortiq o'simliklar turlari mavjud va ular 3 xil guruhga bo'linadi. To'g'rimi, Rudolf aka? Shunaqa. Asosiy 3 xil guruh bu igna bargli o'simliklar, butalar va daraxtlar. Shularning orasida hozir mana butalarni ko'rib turibmiz, turli xil sifatli butalar. O'zbekiston hududida bu butalardan juda ham kamyob nimagadir ekishadi. Bilmayman, sababi ommabop bo'lmagan hali. Hozir ko'pchilik odamlarimiz 4-5 xil landshaft dizaynida 4-5 xil butalarga yopishib olishgan va o'sha butalarni qayta-qayta ekib yotishibdi. Shuning uchun landshaft dizayni ham bunaqa rivojlanib ketmayapti deb o'ylayman. Albatta bilamiz, sifatli mol xohlaydigan, ya'ni va sifatli landshaftlar bajaradigan landshaftning dizaynerlarimiz bu o'simliklarni juda ham yaxshi bilishadi. Va ushbu talabni qondirib berish maqsadida mana shu o'simliklarni yetishtiramiz. Biz hozir ko'rib turganimiz fonimizdagi, ya'ni pisakarpus o'simligi, rus tilida puziriplodnik deyiladi. Buni Darts Gold navi, shuningdek Little Angel navi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Bu bir xil o'simlik. Lekin har xil nav bo'lganligi tufayli oddiy odamning ko'ziga turli xil o'simlik deb tuyulishi mumkin. Lekin bitta oilaga mansub bo'lganligi sababli ular bir xil o'simlik va landshaft dizaynida turli xil uslublarda qo'llanilishi mumkin deb o'ylayman.
Shunaqa. Yana bitta narsani aytib ketsam, Yevropa standarti deganda, Yevropa standartiga o'simlikning sifat darajasi ham kiradi. Biz aynan shu sifat darajasiga ham amal qilamiz va bizda to'g'ridan to'g'ri reglamentlar yozib berilgan. Italiyadagi hamkorlarimiz bilan kelishgan holda biza qanaqa o'stirishi, bu yerdagi agronomlarimiz buni qattiq nazorat qilishadi. Shuning uchun ham Italiyani o'simligi bilan yoki Yevropadan qaysidir o'simlikni olib bizadagini solishtirsangiz, bizani производственный o'simlikda farq katta sezmaysiz. Endi daraxtlarni yetishtirish to'g'risida ham ozgina to'xtalib o'tsak, hozirgi mana shu dalamizda Iva zolotistaya, ya'ni tillasimon majnuntol o'simliklarimiz ekilgan. Bu yerda ko'rib turibsizlar, o'simliklarimiz badani tekis, ya'ni stvoli tekis va sifatli chiqishi uchun maxsus simbag'az, ya'ni shpaleralar tortilgan. Bularda bu yerda beton ustunlar, metal simlar hamda har bir daraxtimizni o'zi tekis bo'lishi uchun maxsus Xitoydan olib keltirilgan bambuklar qadalgan bo'ladi. Bu bambuklar har bir daraxtimiz uchun ustun vazifasini o'taydi. Bu bambuklarni boylashda ham juda katta e'tibor qaratish kerak. Oddiy ip bilan boylab qo'yish mumkin emas. Bambuklarni maxsus rezinali yoki kauchukli jgut yordamida boylash kerak. Sababi qaysidir turdagi iplar yoki boshqa materiallar yordamida boylaydigan bo'lsak, o'simliklarimiz o'sish vaqtida siqilib qolishi mumkin va bu o'simliklarimizga katta zarar yetkazishi mumkin. Va shuningdek, katta e'tiborni qator oralig'iga qaratamiz. Sababi qator oralig'imiz kamida 1,5 metr bo'lishi zarur. Sababi biz qator oralig'imizga maxsus texnikalar yordamida ishlov beramiz. Hop, Rudolf aka, hozir biz kuzatuvchilarga texnikalarimiz haqida aytib bersak deb Hozir ko'rib turgan texnikalarning jami qiymati $100,000 ga yaqin. Bu texnikalarning foydasi juda ham ko'p. Nimaga ishlatamiz? Asosiy sabablari ishchi kuchini kamaytirish va ishimizni samarali qilish uchun ishlatamiz. Har bittasi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Rudolf aka, aytib berasiz ma'lumot. Xo'p. Keling, mana bundan boshlaylik. Bu nima vazifa bajaradi? Birinchi traktorimiz dunyodagi eng kichkina traktor hisoblanadi. Dunyodagi eng kichkina traktor Patsaglia firmasining Serio 4x4 traktori. Barcha kuzovlari plastik yordamida ishlangan, sababi yengil bo'lishi uchun. Bu traktorimiz yordamida qator oralig'i kichik bo'lgan, ya'ni 60 cm, 80 cm bo'lgan qator oralig'iga ishlov berish uchun ishlatiladi. Buni orqasiga gidravlik yordamida ishlovchi turli xil tirkamalarni ulash mumkin, turli xil uskunalarni ishlatish mumkin va biz buning jihatlaridan foydalangan holatda o'z bog'imizda ushbu traktorimizdan foydalanib kelmoqdamiz. Zo'r. Keyingi traktorimiz haqida ma'lumot bersangiz, nimalar uchun ishlatamiz buni asosan? Xo'p, bu Solis traktorimiz S26 modeli. Solis traktorimizning qator oralig'i 1,20-1,5 metr bo'lgan qator oralig'imizga ishlov beramiz bu yordamida. O'sha qator oralig'iga ishlov berishdan asosiy maqsad bu begona o'tlarni o'ldirish hamda turpoqni yumshatish. Turpoqni yumshatish davomida o'sha o'simliklarimiz havo oladi, nafas oladi va shu traktorimiz bu vazifani bizga bajarib beradi. Tushunarli. Endi eng по-моему qimmat va juda funksional texnikaga keladigan bo'lsak, ko'p bizga vazifalarimizni yengillashtirib beradi. Bu haqida aytib bersangiz qisqacha. Xo'p, bu Patsaglia firmasiga mansub ZL900T modeli. ZL900T modeli xuddi odamning qo'li qanday ishlasa, xuddi shu tarzda ishlab beradi. Misol uchun kerak bo'lsa, tuveni olib u yoqdan bu yoqqa ko'chirib beradi, kerak bo'lsa og'ir yuklarni ko'tarib beradi, kerak bo'lsa ekskavator vazifasini ham bajaradi, pogrushchik vazifasini ham bajaradi. Xullas, ko'plab vazifalarni bajarish orqali bizga juda katta yordam beradi bu traktorimiz. Endi bu hamma biladigan, o'zimizni ham stroykalarimizni ham aktiv ishlatishadigan kara deb aytishadi. Kara deb aytishadi, avtopogrushchik. Endi menimcha hech bir xo'jalikda, ya'ni katta
об'yomga ega bo'lgan xo'jalikda bu mashinasiz menimcha tasavvur qilib bo'lmaydi. Sababi og'ir yuklarni qo'l yordamida ko'tarish juda ko'p mehnat, juda ko'p odam kuchi talab qiladi va bu texnikamiz yordamida faqatgina bitta inson hattoki bitta furani tushirib qo'yishi mumkin. Shunaqa. To'g'ri. Shu bu birinchi olingan texnikalardan bittasi. Sababi busiz nimadir qilib bo'lmasdan. Bu ba'zi qolganlari mana shunaqa yordam beruvchi texnikalar hozirda boshqa texnikalarimiz ham hududda ishlab turibdi. Hammasini olib kela olmadik. Lekin yana 3-4 ta texnikalarimiz bor. Qo'shimcha qo'shsak betga texnikalar ishni juda ham yengillashtirib beradi. To'g'risini aytsam, o'zingiz ham sezsangiz kerak ko'p holatlarda. Albatta. Texnika bor joyda, misol uchun odam kuchi birinchidan kam ketadi, ikkinchidan ish sifatli bajariladi va tez bajariladi. Ya'ni vaqtdan ham yutamiz, mablag'dan ham yutamiz. Har tomonlama yaxshi. Kuzatuvchilarga qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Sayohatimizni davom ettiraveramiz unda. Aziz kuzatuvchilar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi va ayni damda hozir biz ko'rgazma maydonidamiz. Ushbu joyimizda 4 gektar maydonni egallagan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda tayyor mahsulotlar turibdi. Hozirgi kunda ko'rgazma maydonimizda 200 xildan ortiq navdagi o'simliklar mavjud va ularning soni 100 mingtadan oshadi. Agar o'z ko'zlaringiz bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, tashrif bering va kompaniyamiz mijoziga aylaning. Bu obzorni qilishdan asosiy maqsadimiz bizning ishlab chiqarish kuchimizni ko'rsatish edi. Agarda sizni ko'p miqdordagi o'simlik mahsulotlari qiziqtiradigan bo'lsa, unda bemalol Italiya, Germaniya va Yevropa davlatlariga murojaat qilmasdan turib, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Agarda bizdan xarid qiladigan bo'lsangiz, biz sizga o'zimizning maxsus taklifimizni beramiz. Qilgan ishlarimizni bitta videoda ko'rsata olmagan bo'lsak-da, keyingi videolarda albatta bahor gullari bilan yanada yaqinroq tanishasiz. Bu videoga albatta like bosib qo'ying va sahifamizga kirib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. E'tibor uchun kattakon rahmat.